Xo'sh, endi sizlar bilan eskiz yaratamiz hozir. Eskiz va ular kichkinagina qo'shimchalari bor va bitta modelcha yaratamiz va uni ham qo'shimchalari bilan tanishtirib o'tib ketaman. Hop, yangi fayl ochyapman. Okay. Hop, bo'limga boshladim. Xo'sh, endi mana yangi modelga kirganimda ko'rib turganlaringni birinchi o'zi eskiz bo'limidan ochib beryapti. Endi bu eskiz bo'limlarni qanday ishga tushiraman? Misol uchun menga 4 burchak kerak bo'ladigan bo'lsa, 4 burchakni bosyapman va mendan mana oyna so'rayapti. Ya'ni biz ish boshlashimiz uchun asosiy oynalardan birini tanlab olishimiz kerak. Qana oynalar bu? To'g'ridan ko'rinishi, tepadan ko'rinishi va o'ng tomondan ko'rinishi. Ya'ni bir detalni chizganimizda qaysi tomondan ko'rinishi bizga kerak bo'ladigan bo'lsa, shu oynani tanlab ishlashimiz mumkin. Misol uchun menga to'g'ridan ko'rinish kerak va to'g'ridan ko'rinishni boshlayapman. Mishkani chap tomoni bitta bosdim, qo'yib yubordim va tortyapman pastga. Mana menda birinchi 4 burchak eskiz, ya'ni geometrik eskiz paydo bo'ldi. Hop, endi men eskizdan chiqib ketishim kerak. Bu e'tibor qilib turgan bo'lsalaring, 4 burchak eskizni ichida hali ham turibdi. Endi buni chiqib ketishda mana shu tepada eskizdan chiqib ketish belgisi bor. Shuni bosyapman. Mana eskizdan chiqib ketdi. Mana eskizni ko'rishim mumkin. Hop, endi yana men eskiz yaratmoqchi bo'lsam, endi yumaloq eskiz yaratmoqchi bo'lsam, bosyapman va yana mendan oyna so'rayapti. Qaysi oynada ishlaydi deyapti. Hop, endi tepadan e'tibor qilib turgan bo'lsalaring, model bo'limi bor. Model bo'limiga o'tyapman va bu yerda ham mana 3 xil oyna turibdi. Xuddi o'sha yuqoridan, tepadan, to'g'ridan va o'ng tomondan ko'rinishi. Endi menga o'ng tomondan ko'rinishi kerak. Detalni to'g'ridan ko'rinishini oldik. Endi mana o'ng tomondan ko'rinishi va detalni chizyapman. Birinchi usuli eskizdan chiqib ketish bu edi. Ikkinchi usuli mishkani o'ng tomoni bitta bosib, vibrat knopkasini bosaman va mana eskizdan chiqib ketadi. Eskizni tugatadi. Hop, endi yana ponni eskizdan chiqib ketaman. Endi keyingi holat. Hop, endi menga yana bitta eskiz kerak bo'lyapti. Endi so'rayapti va mana men yonida kichkinagina knopkacha bor. Bu yerda ham bossalaring, mana buni ikkita eskizimiz hozir chizgan va bu yerda yana oyna so'rayapti. Endi menga tepadan ko'rinish kerak bo'ladi. Va mana eskizni chizdim. Shu eskizni turgan holatda shu eskizni davom etish uchun men shu olti qirralikni tugatmoqchi bo'lsam, mishkan o'ng tomonini bosib vibratni bosaman. Shu eskizni o'zida turadi menda va yana men bir xohlagan bir eskizimni davom ettirishim mumkin. Endi shu bo'limdan ponni chiqib ketish uchun menga eskizdan chiqib ketish kerak bo'ladi. Mana 3 xil yuzi bo'yicha mana geometrik shakl yaratib oldim. Endi buni ishirib chiqaman. Ya'ni bir babishka yaratamiz, ya'ni o'stiramiz. Bosyapman, mendan so'rayapti mana qaysi bir eskizni tanla. Misol uchun menga mana shu eskiz kerak bo'lsa, mana shu eskizni o'zini tanlab olyapti. Mana ko'rsatqich ko'rsatib turibdi, tepaga, pastga. Ha? Mana. Okay. Soya yonib qopti. Soyani o'chirib qo'yamiz. Yo, bu soyadan emas ekan, bu ekrandan har doim oq fonda ishlaganligim uchun menga bu juda g'alati tuyulyapti. Sizlarga qaysi bir o'ng bo'lsa, o'shandan bemalol foydalanishingiz mumkin. Hop, endi yana ishiryapman, yana so'rayapti. Tanlayapman. Xohlagan yo'nalishimda. Okay. Yana ishiryapman. Tanlayapman. Okay. Hop, endi mana bizda e'tibor qilib turgan bo'lsalaring, 3 xil ko'rinishda mana tepadan, to'g'ridan, tepadan va o'ng tarafdan ko'rinish holatlari paydo bo'ldi. Hop, endi boshlanish nuqtadan e'tibor qilsalaring, mana bizda 3 ta o'stirish holati paydo bo'lib qoldi. Endi bu bizda mana shu qancha bitta modelni yaratib olishimiz uchun nechta detal yoki nechta operatsiyadan foydalanadigan bo'lsak, bizda mana shu yerda ro'yxat kattalashib boraveradi borgan sari. 200-300 ta elementlardan iborat bo'lishi mumkin. Undan ham ko'p bo'lishi mumkin. Ma'lum bir detalni yasab, u holatini bitirib olgunimizcha. Hop, endi
kichik yonidagi panellar bor. Ular bilan tanishib o'tamiz. Birinchi eskiz bo'limidan boshlaymiz. Endi e'tibor qilinglar. Mishkani yonida qo'lcha paydo bo'lib qolyapti chiziqni oldida. Bitta tepaga ko'taryapman. Eng oxirgi bitirgan amaliyotimni mana yashirib qo'ydi. Bosyapman, chiqib qoldi. Tepaga kiryapman, mana ikkitani yo'qotdi. Tushiryapman, ikkitani paydo qildi. Hop, endi bularni tanlayapman, daletini bosyapman, o'chirib tashlayapman. Yoki mishkani o'ng tomonini bosib, uni o'chirib tashlayapman yoki daletini bosib, uni o'chirib tashlayapman. Hop, birinchi eskizimiz mana mishkani chap tomonini bossam, tahrirlash bo'limi bor. Yana xuddi shu eskizni o'zgartirish, yana shu bo'limga kirdim. Bunga istasam razmer beraman yoki yana bir holatlarga olib kelaman. Hozircha keyingi darslarga qo'ydiramiz. Endi hozir biz sizlar bilan kichik panellarni o'tamiz. Hop. Kichik panellar bizga nima uchun kerak bo'ladi? Tepada ko'rib turgan panellarimizni keraklilarini S tugmasini bosh holatida S'ni bosyapman va mana menda kichkinagina oynacha hosil bo'ldi va bu yerga o'zim kerakli xohlagan bir eskizimni qo'yib ishlatib olishim mumkin. Mishkani tepaga olib bormayman. Faqat S tugmasini bosamanda o'zimga kerakli buyruqlarni bemalol ishlatib olishim mumkin. Hop, endi buni nastroykasiga, ya'ni o'zimga kerakli narsalarni olib tashlashim yoki yo'qotishim uchun, boshqarishim uchun menga kerak bo'ladi nastroyka bo'limi. Nastroykaning yonida kichkinagina bitishgacha turibdi, e'tibor qilgan bo'lsalaringiz shuni bosamiz va nastroyka bo'limiga kiramiz. Panel menyuga kiramiz. Panel menyuda mana shu har bitta bajarmoqchi bo'lgan amaliyotimizni S tugmasini bosganimizda o'shani o'zini kichkinagina ekranchasini olib chiqib beradi. Biz hozir eskiz bo'limida ishlab turganimiz uchun eskiz bo'limiga kiraman. Va mana eskiz bo'limi eng oxirida turibdi. Eskizni bosyapman. Mana eskiz bo'limi. Eskiz bo'limida nechta eskiz bo'ladigan bo'lsa, mana sizga olib chiqib beryapti. Hop, menga qaysi eskiz kerak? Misol uchun mana uzuq liniya kerak bo'lsa, ushlab turib qo'shib qo'yyapman va mana menda shu holat kichik oynachamga kirib qoldi. Yoki bo'lmasam kerak bo'lmasa yana shu yerda X qilib olib chiqib tashlayman. Misol uchun nuqta kerak emas, olib chiqib tashlayman. Nuqta kerak, olib chiqib tashlayman. Mana. Xohlasam betdan qo'shib olaman. Yana bir xohlagan yo'nalishimi qaysi kerak bo'ladi menga? Misol uchun mana u. Okey. Okey. Mana kerak bo'ladigan holat birinchisi nastroyka bo'limidan kirib turib to'g'rilayman yoki bo'lmasa uni sichqonchani kelib turib mishkani o'ng tomonini bosaman va nastroyka bo'limi chiqadi. Прямой mana xohlagan eskiz, xohlagan общийsini ko'rsatyapti. Menga eskiz bo'limini o'zi kerak. Eskiz bo'limiga kiraman. Va mana menga eskiz bo'limini shu yerda o'zida olib chiqib beradi. Men yana xohlagan yo'nalishimni olib kirib olib, o'zimga yoqqan funksiyalarni olib kirib olib, ko'p ishlatadiganlarini qo'llasam bo'laveradi. Hop, ortiqcha eskizlarni yo'qotishim uchun men mishkani chap tomonini bosyapman. Daletini bosyapman, mana yo'q ketyapti. Bitta kerak bo'lsa bitta yoki ikkovini belgilab olib ikkovi. Endi shu holat xuddi ishirish bo'limida ham bor. Okey? Mana ishirish bo'limi. Ishirdim, model yasab oldim, S tugmasini bosdim va menda mana modellar bilan mana shu bo'limda modellari bilan ishlaydigan nima chiqib qoldi. Mana mishkani qaysi tomonga borib S'ni bossam, xuddi shu joydan chiqib qolyapti. E'tibor qilinglar, sizlarga misol uchun detalni ustiga qo'yib olib, keyin tanlab yana olib borgan noqulaylik bo'lsa, mishkani qaysi tomonga olib borsam, shu yerda chiqib qolyapti. Misol uchun shunda radius tanlasam, mana bemalol menda gradus hosil qilib berishi mumkin. Bu ham xuddi nastroykasi xuddi shunday yoki nastroyka bo'limidan kirib turib kiraman yo bo'lmasa nashetda o'zidan kirib turib xohlagan elementimni qo'shib olishim mumkin.
xildan xil elementlar bor. Hali bularda har bittasi bilan bitta tanishib chiqamiz. Mana. Tushunarli bo'ldi. Xo'p, endi sizlarda oddiy savol tug'ilishi mumkin. Har bitta eskizni boshlab turgan vaqtimizda eskizni tanlab обязательно oyna tanlab yurishimiz shartmi deyishlari mumkin. Yo'q, shart emas. Bu faqat men sizlarga hamma imkoniyatlarni tushuntirishga harakat qilyapman. Sizlarga qaysi biri qulay bo'lsa, o'shandan foydalanishlaring mumkin. Hop, menga asosan eskiz o'zini bosaman va mana birinchi o'yna mishkan chap tomonni bosib turib, qaysi oyna kerak bo'ladigan bo'lsa, mishkan chap tomonni bosib turib eskiz bo'limiga kiraman. Avtomatik shu holatga kirib ketadi va bemalol ishimni bajarib va shu holatni o'zida sirazi har bitta elementni bittadan bajarib ketaveraman. Tushunarli. Endi bular qachonki kerak bo'ladi? Ma'lum bir ko'p funksiyali ishlar bajarib turganlaringda yoki hali bu bo'limlariga o'tamiz. O'sha bo'limlarda 3-4 eskizlardan foydalanish kerak bo'ladi. O'sha bo'limlarda kerak bo'ladi. Обязательно yondan, tepadan ishlash. O'sha holatlarga tushunib olishlaring uchun har bitta bo'limda qanaqa holatda o'sha funksiyalar chiqadi, o'shalarni sizlarga birma-bir tushuntirib o'tib ketyapman. Endi mana shu ikkita bo'lim bilan sizlar xohlagan bir oddiy eskizlarni yasashlaring mumkin. Hop. Misol uchun bitta oddiy mana tepga qaytarib boryapman. Yuzani tanlayapman. Shuni o'zidan ham bir oddiy eskiz yaratib olsa bo'ladi. Hali bulardan funksiyalarda hali bitta tushunib chiqqanlaringdan keyin bunaqangi eskizlar, bunaqangi ishlar sizlarga eshitib bo'lmay qoladi, xudo xolasa. Hop, endi xo'sh, eskiz bo'limini tushuntirdim, kichkina oynalarni tushuntirib chiqdim. Xo'sh, yuzalarni tushuntirib chiqdim. Hozircha bir oddiy detallarni yaratsalaring bo'ladi shu eskiz bilan.